Qo'rqib ketyapman. Siz bilan ishqiy munosabatda ekanligimni. Erim bilib qolsa nima bo'ladi? Voy gapir. Gapim bor. Xo'sh. Lekin qanaqa aytishni bilmayapman. Tortmayapman-da. Nimadan tortirasan? Gapir. Anu Rossiyada ishlagan o'g'lingiz Davronjon yaxshimi? Xudoga shukr, yaxshi. Telefonlashib gaplashib turibsizlarmi? Ha, kunda kunora gaplashaman. Yaxshi. Menga qara, nega so'rayapsan? O'zi bilasizmi? Shashlik so'yapti-yu, oling. Menga qara. Gapir. Bu gapni sizga aytmoqchi emas edim. Lekin o'ylab qarasam, tumanimizdagi eng hurmatli, eng obro'li insonsiz. Xo'sh. Anu kasalxonada ishlaydigan keliningiz Sabohat-a? Ha, Sabohat. Ishlarim qolib ketyapti-da. Menga qara. Gapni boshladingmi? Oxirigacha gapir. Nima gap? Gapir. Xullas, shu desiz, keliningiz 3-4 marta ishdan chiqib qora mashinaga o'tirib ketganini ko'rdim. 3-4 marta, ha. Bir xil nomer, bir xil mashina. Aka, men bor uzr. Endi ma'lumotga qolmayin deyman-da. Lekin uzr, balkim qarindoshidir. Sizga aytib qo'yay dedim-da. Shashlik so'vyapti, aka. Menga qara. Bu gapni bir gapirding. Ikkinchi og'zingni ochma. Meni noto'g'ri tushunmang. Shashlikdan oling. Sovib qolyapti, oling. O'tirsin aka. Menga qara. Xotinlarga o'xshab gap tashish yig'ishtir. Erkak degan noming bor. Endi ko'rganimni aytaman-da. Ey, menga qara. Kelinimga tuhmat qilyapsan. Yana bir marta shunaqa gap eshitsam, bo'g'ib o'ldiraman, tushundingmi? Erkakmisan? Erkakligingcha qol. Qadringga la'nat. Menga qara qizim. Oxirgi paytlar eringdan noliydigan bo'lib qolding. Ering juda ham yaxshi odam. Hech ham nolamagin. Senlarni deb ishlab yuribdi. Oyi, men nima qilay? Hali yosh bo'lsam, yosh umrim ersiz o'tyapti. U esa meni tashlab